Giperkarlar deganda ko'z oldimizga doim kapot ostiga zo'rg'a sig'adigan dahshatli ovoz chiqaruvchi ulkan V8 yoki V12 motorlar keladi. Lekin Shvetsiyaning avto dahosi Christian von Koenigsegg bu qoidalarni butunlay sindirib, o'zining 4 kishilik Koenigsegg Gemera giperkarining ilk versiyasiga atiga 2 litr hajmli 3 silindrli mitti dvigatel o'rnatgan. Biroq uning hajmiga qarab aslo aldanmang. Odatda 2 litrli dvigatellar uzog'i bilan 150-200 ot kuchini beradi, ammo Koenigsegg yaratgan bu dvigatel inqilobiy FreeWolf texnologiyasi bilan jihozlangan. Ya'ni motorda asrlar davomida ishlatilib kelingan odatiy mexanik taqsimlovchi val umuman yo'q. Uning o'rniga har bir klapan elektronika va havo bosimi yordamida alohida millisoniya aniqligida mustaqil ochilib yopiladi. Undagi havoni yutish va chiqarish shu qadar mukammal hisoblanganki, bu mitti 3 silindrli motor o'zidan aql bovar qilmas 600 ot kuchini va 600 Newton metr aylanma harakatini ishlab chiqargan. Tasavvur qilyapsizmi? Kapot ostidagi oddiy ixcham avtomobillarnikidek keladigan mitti dvigatel ulkan Lamborghini yoki Audi'ning V10 motorlari bilan tengma-teng kuch beryapti. Shu sababli kompaniya uni mehr bilan Tiny Friendly Giant, ya'ni mitti mehribon gigant deb nomlagan. Mana shunday qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.